Bittagina detal bilan garderobingizni yangilang. Bu detal esa yechiladigan yoqa. Uni qanday tikkanimni hozir ko'rsataman. Adresli detallarimizga dublerin yopishtirib olishimiz kerak. Hozir men bu yerda detallarimni dublerinning ustiga qo'yib, kesib chiqyapman. Formasi bo'yicha 3 ta detal bo'lsa, 3 tasiga ham kesib olishimiz kerak. Endi dazmolga o'tib, dublerinni yopishtirib chiqamiz. Обязательно dublerinni qo'yib, ko'proq dazmol bosib turamiz, parlab. Dazmol bosayotgan paytingizda dazmolni ustidan yurg'izmaymiz. Ko'tarib, qo'yib, mana shunaqa harakatlar bilan dazmol bosib chiqamiz. Detallarimiz tayyor. Endi adras detallarini va astar detallarini hammasini yelka choklaridan birlashtirib chiqamiz. Astarini, yelka choklarini ulab oldik. Bog'ichlarini kesib oldim materialdan. Общий kengligi 2,5 cm. 2 ga buklab hozir tikib chiqaman. Uzunligi 70 cm dan. Mana ag'darib oldim bittasini. Endi ikkinchisini ag'daraman. Обязательно yupqalatish ishlarini bajaramiz. Uголочкlarni kesib tashlaymiz. Tayyor bo'lgan ikkita yoqa detallarni perimetr bo'ylab tikib chiqamiz. Astar bilan asosiy qismini o'ng tarafini bir-biriga qaratib, chetidan tikib chiqamiz. Ag'darish uchun ozgina joy qoldiramiz. Bog'ichini qo'yib ketamiz tikayotgan paytimizda. Bog'ichimiz tepada bo'lishi kerak. Hamma o'zi xohlagancha regulirovka qiladi. Xohlasangiz uchiga emas, pastrog'iga qilsangiz bo'ladi. Sizni o'zingizning fantaziyangizga qarab. Men mashtaga qo'ymoqchiman. Bu joyida chok haqim kelsa, bu joyida chok haqi kelsa, mana shu uchiga bulavka bilan qadab qo'yaman va buni ustiga qo'yib, dalshi tikib ketaman. Xuddi shunaqa bu tarafiga ham. Tikib bo'ldik. Endi bo'yin aylanasidan kertmalar berib chiqamiz ag'darishdan oldin va uchini ham yupqalatish ishini bajaramiz. Yoqamiz tayyor bo'ldi. Ag'darib oldim. Tayyor mana tikilgan turibdi. Ochiq qoldirgan joyini ko'rinmas chokda qo'l bilan tikib qo'yamiz va yaxshilab chetlariga o'sha dazmol bosib olamiz. Video darsligimiz yoqdi degan umiddaman. Обязательно videoga like qo'yishni unutmang. Savolinglar bo'lsa kommentariyada qoldiringlar. Hammasiga javob berishga harakat qilaman.